bitta bosinchi. Andijonda akalari, hey, gap so'z yo'q. Chevrolet Camaro 2014-yil shekilli menimcha. Hali liniya so'ramadim. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bay, qardonlar. Andijon mashina bozorida antikvar legendarnilaridan. Aka, buni yili necha ekan? Biz ham ko'rsak bo'ladimi? Endi buni kraskasini bilmadim, so'ramasa kerak-ku. 2014-yil akalar ushbu mag'lubni bitta ko'rishlaring mumkin. Mana. Gap so'z yo'q lekin. Bay. Bu nima bu? Samolyot-chi buni. Nechiga chiqar? Aka, buni tezligini darsh ko'rsatmagan ekan. Nechi tezligi buni? Bu amerikanskiy hisoblanadi. Aha. O'shaning uchun polni ko'rsatilmaydi. Tonirovka ranshinlari bormi? Bay. Gap so'z yo'q. Aka, bu nechta otqichiga ega bo'ladi o'zi? Akalar, holatlarni 307 motor, 100 ga necha tezlikda? 4 sekund bo'lsa kerak. 4 sekund. 1 2 3 4 da akalar, o'zi 100 ga chiqib ketar ekan. Buni oldin aka farasini yaqib qo'yish iloji bormi? Ona qaranglar akalar. O'zi bu mashinani ko'rgandan keyin qaysi mashinani olgani kelishganingiz ham esingizdan ham chiqib qoladigan darajada gap so'z yo'q. Bu dokumentlari qanaqa bo'ladi buni aka? Generalniy bormi? Bo'ldi. Ammo gapingiz ham to'g'ri. Lekin o'tkazib olgani puli qolmay qolgan bo'lishi mumkin-ku. Xo'p, aka, narxi necha pul ekan buni? Qanchadan? Akalar, 33 ming dollardan o'tib beriladi. 2014-yil Chevrolet Camaro. Faqat naqdmi? Nasiya savdo barter bank bo'lmaydi. Faqat shtirga. Barter bor mashinaga lekin. Ha, devo mashinalar bilan barter qilsak bo'ladi. Telefon nomerchi? 33lik 200 01 nomerlariga murojaat qilaverasizlar akalar. Mana diskalarni ham qarang, ichkilari ham akalar teshik-teshikli, porni disklari. Avtomobilga menimcha boshqa diska qo'yilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, lekin orqasi akalar mana chiroyli ekan mashinani. Mana Andijon mashina bozorida bitta Chevrolet Camaro 2025-yilda menimcha endi boshida chiqqani bo'ldi. 24da ham bir keluvdi omalik keyin. Mana akalar. Gap yo'q. Bu necha litr o'zi rasxod qilar ekan-a? Lekin buni olgan odam rasxodini ham hisoblamasdan minsa kerak. Chunki generalniy olgan odam qilmaydi deyapti, sraz оформление qiladi deb. Buncha bunga yarasha pul bo'lgandan keyin xo'p. Endi aka, savolni men bermasam bo'lmayshayli, bu benzinmi yo salarkami? Benzinmi bu? Benzin. Aha, propani ham bor. Gap yo'q. Bu benzin nechta litr rasxod qiladi aka? Yo bosishga qarabmi? Gap yo'q akalar. Bag'i cho'ntakka qarab ekan bu benzin rasxodi. Bosaman desangiz ko'p berar ekan, kamroq yursiz, sekinroq yursiz akalar, kamroq. Lekin buni propan gazlari ham bor ekan. 2014-yil 33 ming dollardan o'tib beriladi. Telefon nomerlarini aytdim, 307 motor dedi. Bemalol murojaat qilaverasizlar avtomobilga. Orqada ham sidinasi bor, prosta yonidan o'tib ketilar ekan. 2 eshikli. Qarang, ruchkalarigadir yonar ekan. Xo'p, kommentariyada aka fikringizni qoldirib keting. Siz agar olarmidingiz imkoni bo'lganda mana shu mashinadan? Lekin yili 2014-yil ekan. Endi o'shanga qarab turib fikringizni qoldiring. Endi yangisi u narxda bo'lmaydi, chunki u narxda bo'lsa, unaqada hamma minvorardi. Bunday olib qaraganda oldin Malibuni ham olishgan 33 ming dollarga o'zi aslida. Akalar, naqd pul barterda imkoniyati bor ekan faqat. Nasiya savdo bank bo'lmas ekan. Nomerlari оформление qilinishi kerak menimcha, chunki unisini indamadi-yu. Znash o'tkazib olishga to'g'ri keladi. Xo'p, mana gaplar akalar. Kommentariyada fikringizni qoldiring, bitta like bosib qo'ying. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, egasiga murojaat qilib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olaverasizlar. Gruppalarga ham jo'natib qo'yaverasizlar akalar. Hammamizga nasib qilsin. Lekin akalar, erkak kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Bunaqa mashina olish hech bola emas. Alloh oldisa bo'ldi. Hammalaringga rahmat akalar. To'liq videolarimizni xudo xolasa boshqa Gentra, Cobalt, Onyx, Tracker deysizmi? Mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, boshqa avtomobillar, Gem avtomobillaridan boshqa Xitoy avtomobillarining hammasini qo'yib boramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon mashina bozorlarini taqdim etamiz. Xudo xolasa bizning kanalimizga obuna bo'lsangiz, hech qachon pushaymaymiz. Sababi eski emas, faqat yangi video qo'yamiz.